Bolaligimizda juda ham sevib tomosha qilgan multfilmlarimizdan biri hisoblanadi bu. Ertaga boshqa qismlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Suhbatga qaytadigan bo'lsak, bugungi kunda yurtimizda sportga bo'lgan e'tibor yildan-yilga ortib bormoqda. Yoshlarimizning irodali, kuchli bo'lib yetishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ana shunday imkoniyatlardan samarali, unumli foydalanib kelayotgan yoshlarimiz bor. Bugun ularni mehmon sifatida taklif etganmiz. Ularni tanishtirib o'tsam, sambo bo'yicha O'zbekiston chempioni Islom Abduzokirov hamda Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti matbuot kotibi Nuriddin Aliyorovlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Marhamat, birin-ketin yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olsangiz. Avvalo bizni ko'rib turgan barchaga assalomu alaykum. Ishlaringga rivoj, boshlagan ishlaring xayrli bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Mana bu choy sizga. Demak, Sizga bemalol choylardan ichib, bugungi kunda nafaqat suhbat o'sha qilamiz. sportga ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim dargohlarida, balki o'sha boshqa bir yo'nalishlarga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ham o'quvchilarni, talabalarni sportga bo'lgan qiziqishi juda ham kuchli. Buni hozir mana talabadan ko'rib turibmiz, birga olib kelgan talabangizdan O'zbekiston chempioni bo'lib va hozirda o'sha chet elda bo'lib o'tadigan chempionatga tayyorgarlik jarayonlari bilan mashg'ulsiz. Bilishimizcha 6 yoshingizdan beri aynan mana shu sport bilan shug'ullanar ekansiz. Keling, aynan sportga bo'lgan qiziqishingiz bilan boshlasak. Oilada sportchilar bo'lganmi? O'zi sportni tanlashingizga nima turtki bo'lgan? Avvalambor sambo sport turiga kirib kelishimda dadamning hissalari juda katta. Chunki dadamning o'zlari ham shu sambo sport turida shug'ullanganlar. Meni shu 6 yoshimdan 2012-yil bo'lsa, shu 2012-yil kirib kelganman sambo sport turiga. Shundan keyin qiziqib musobaqalarda kurashib, yutib shu sportda qolganman, qiziqganman o'zim. Hech o'ylaganmisiz, yo'q, bu sport meniki emas. Tashlayman, boshqa sport turini tanlayman degan fikr kelganmi? Bo'lgan. Ha. Juda ko'p bo'lgan. Boshqa sportlarga ham borib ko'rganman. Qaysi sport turlariga borgansiz? Basketbolga borganman, boksga borib ko'rganman. Bo'lmadi-ya. Bo'lmagan. Lekin sambo sport turi ham anchagina qiyin sport turi hisoblanadi. Chunki u yerdagi mag'lubiyat boshqa bir sport turidagi mag'lubiyatlardan ko'ra biroz o'sha insonni bir kayfiyatiga salbiy ta'sir o'tkazadi-da. Chunki u yerda bevosita o'sha kuchlar to'qnash keladi. U yerdagi o'sha birgina xato insonga mag'lubiyatni olib kelishi hech gap emas. Mana shunday bir qiyinchiliklarga qaramasdan bugungi kunda astoydil shug'ullanib kelmoqdasiz va bardavom bo'lsin deymiz mana shu yutuqlar. Ana endi esa Nuriddin akaga yuzlansak, bugungi kunda mana shu yurtimizda yoshlarga berilayotgan, ya'ni o'sha sport sohasida berilayotgan imkoniyatlardan yoshlar unumli foydalanyapti. Bunga munosabatingiz qanday bo'lyapti? Ochig'i, siz mana yoshlar bilan ishlash barobarida ulardagi bir fikrlarni bilyapsiz. Bu yutuqlar sizni qanchalik quvontiryapti? Albatta bugungi kunda yoshlarimiz o'zini har bir sportga, nafaqat samboga, har bir sportga juda kuchli alohida bir motivatsiya bilan kirib kelishyapti. Ota-onalar ham shunga yarasha o'zlarining farzandlarini sport zallariga berishni boshladi masalan. O'ylaymanki, buni mevasini yaqin bir 5-10 yil ichida bundan-da ko'proq yutuqlarimiz bo'lishini o'ylab bo'lsa kerak. Aynan siz faoliyat yuritayotgan o'sha Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida bugungi kunda o'sha yoshlarga sport yo'nalishi bo'yicha qanday imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilgan? Shunaqa demoqchimidingiz? Xuddi o'qidingiz. Universitetimizda haqiqatan ham har bir sohaga kuchli e'tibor berilgan. Rahbariyatimiz tomonidan ham bunga qattiq qaraladi. Sport zallarimiz tashkil qilindi. Yana bir quvonarli jihatlardan biri har bir sportchiga alohida e'tibor berilyapti. Har bir sportchiga. Masalan, bizdan nima yordam? Mana shunaqa narsa kerak, yo bo'lmasa menga shu kunga ruxsat kerak, shug'ullanishim kerak. Yo'lini qilib, xat hujjatini qilib, to'g'rilab, imkon qadar yordam berishyapti. Va albatta buni mevasini
Dars jarayonlari lekin qolib ketmaydi. Dars jarayonlar yo'q, dars jarayonlar tashqarida, masalan. Endi bo'ladi-ku, zubur bo'ladi, masalan, bular ketishi bor. Unday vaziyatlarda keyin alohida o'sha qayta o'zlashtirish orqali qayta o'zlashtirish albatta u alohida shug'ullanadi. Shunday, alohida shug'ullanadi. Aynan yaqinda o'sha prezidentimiz raisligida jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor bo'lib o'tdi. Unda oliy ta'lim muassasalarida sport yo'nalishidagi qator kamchiliklar ta'kidlab o'tildi va har bir ta'lim muassasasi 1 yillik reja ishlab chiqishi topshirildi. Bu borada sa'y-harakatlar boshlandimi? Albatta boshlandi. Aynan universitetimizda, Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida aralash yakka kurash jang san'at, ya'ni MMA turi bo'yicha sport turini universitetimiz qoshida tashkil qilinyapti. Tez kunda buni rasman e'lon qilamiz. Yoshlarga yana ham bir katta imkoniyat bo'ladi. O'zimizda o'qiyotgan talabalarga ham va yoshlarga ham katta imkoniyat bo'ladi degan umiddamiz. Va o'sha quvontiradigan jihati yana bugungi kunda o'sha yoshlarni o'zida qamrab olayotgan sport turlari va sportda erishilayotgan yutuqlar chet el davlatlarida bizni yurtimizni nomini yanada bir tanitishga anchagina yordam bermoqda. Yoshlarimizni sanab o'tishimiz mumkin. Bunday imkoniyatlardan yoshlar unumli foydalangan holda albatta labbay deya javob berishyapti. Sizni oliy ta'lim muassasangizda, ya'ni siz faoliyat olib boruvchi oliy ta'lim muassasasida ham mana buni aynan Islombek qatorida ko'rib turibmiz. Yana bir nechta sportchi yoshlar bor, yutuqlarga erishib kelmoqda va o'sha selektorda sport yo'nalishida bir nechta topshiriqlar berildi. Ulardan qaysi biri sizni e'tiboringizni tortdi? Har bir insonni albatta e'tiborini tortadigan jihatlari bor, xususan meni, hamkasbimni. Aynan siz faoliyat yuritish barobarida bu fikrlarga qanaqa munosabatda bo'ldingiz? Aynan shaxsan prezidentimiz tashabbuslari bilan bo'lgan noolimpiya sport tashkilotlariga e'tibor qaratdilar va albatta biz quvonadigan jihatimiz oliy ta'lim muassasalari talabalariga ham e'tibor qattiq qaratildi. Shuni ham ta'kidlab o'tdilar. Albatta bu imkoniyat foydalanish kerak, talabalarga ochilgan katta bir nima desa, turtki bo'ladi, nima deydi, turtki sharoit, katta imkoniyat yaratilganidan o'sha biroz avval ham aytib o'tdim, nafaqat o'sha sportga ixtisoslashtirilgan universitet yoki oliy ta'limlarda, barcha oliy ta'limlarda sport sohasini rivojlantirish taklifi hammani quvontirdi. Barcha universitetlarni, institutlarni, oliy ta'lim dargohlarini, hattoki o'sha maktablardagi faoliyat olib boruvchi pedagoglarni albatta barchasini bu quvontirdi, chunki ana shu maktabda yoki boshqa bir sohaga ixtisoslashtirilgan universitet yoki bo'lmasa oliy ta'limda sport yo'nalishi bo'yicha kimdir chiqadigan bo'lsa, ana shu oliy ta'limning nomiga ham anchagina o'sha ijobiy ta'sir o'tkazadi va u yerdagi talabalarning qiziqishini yanada oshishiga sababchi bo'ladi. Ana endi chempionimizga yana yuzlansak-a. Eng birinchi o'sha sambo bo'yicha erishgan yutug'ingiz haqida gaplashsak siz bilan. Shu birinchi sambo bo'yicha erishgan yutug'im shu 2014-yili shu o'zi shahar bo'yicha, shu Bekobod shahri bo'yicha musobaqa o'tkazilardi. Shu 3 ta zal bo'lardi o'zi. 3 ta zal bo'lardi. 3 ta zal bir-biri bilan bellashardi-da. Ana shu yerda birinchi musobaqam, birinchi kurashganim 23 kilodan kurashganman. 23 kilogram vesda kurashganman. Finalga chiqib, ikkinchi o'rinda olganman. Finalda yutqazib qo'yganman. Shunda sportga qiziqishimga shu musobaqa ham sababchi bo'lganda, hali men yutishim kerak, birinchi o'rinni egallashim kerak. Menga bu to'g'ri kelmaydi deb uyga borib rosa yig'laganman. Ovqat yemaganman o'zimcha. Va mag'lubiyat har bir insonni o'stiradi. Mag'lubiyatdan xulosa olish kerak. Demakki, o'sha yetarli darajada o'z ustimda ishlamabman deya yanada bir qattiq harakatni boshlash kerak. Va aytib o'tdingiz, hamkasbimning bir savoliga javob berdingiz, o'sha boshqa bir sport turlari bilan ham shug'ullanishga bir o'y fikrlar tug'ildi orada dedingiz. Aynan sambo sport turi nimasi bilan sizni o'ziga jalb qilgan? Qaysi jihati sizga yoqadi ko'proq boshqa sport turlariga qaraganda? Sambo sport turi shu men uchun qulay. Kurash, chunki yoshligidan shu sport turida o'sganman. Men o'zim uchun qandaydir qulaydi. Yoki oilangizda bormi bu sport bilan odamlar
sambo bo'yicha shug'ullanib kelganlar. Ha, demak ustozor ekansizlar ham. Va o'sha haqiqatda biz ham maktab paytlarida bolalar bilan o'sha bolalik paytlarimizda o'zaro shu jismoniy tarbiya fanida kurash holatlari bo'lib turar edi yoki bo'lmasa o'rtoqlarimiz bilan birgalikda o'zini gavda jihatdan kichik bo'lsa ham yiqitish anchagina qiyin bo'lgan o'sha o'rtoqlarimiz bo'lar edi-da maktabda. Ana shu o'rtoqlarimizga aytar edik, sen sportni mana shunday kurash turi bilan shug'ullan, sendan gavdasi katta bo'lsa ham yiqita olmayapti degan. Menimcha sizda ham mana shunday bir xislat bo'lgan bo'lsa kerak. Aynan mana shu sport turini tanlashingizga. Shunday egiluvchanlik bo'lgan. Kuchli bo'lgan. Kuchli bo'lgan. Chunki ko'pchilik har xil taklif berib qo'yilganda, bunga bu sportga borsang bunday bo'lib ketadi. Bu sportga borsang bunday yaxshi bo'lib ketasan. Misol uchun boks olimpiyskiy sport deyilgan. Olimpiyadada bor, misol uchun judo ham olimpiyadada bor degan. Ha. Va demak kelajak ham o'ylangan. Juda ham yaxshi va umuman olganda mana bugungi kunda ana shu sambo sport turi bilan shug'ullanuvchi sportchi sifatida siz bemalol erkin ayta olasiz bugungi kunda yoshlarni sambo sport turiga qiziqish katta deya. Shunday. Kundan kunga saf kengayib boryapti. Kundan kunga saf kengayib boryapti. Chunki o'zimizni zaldan qiyos oldin uncha bolalar bo'lmasdi. Hozir yoshlar juda ko'p. Shu bog'cha yoshidagi bolalar ham juda ko'p keladi. Necha yoshdan o'zi shug'ullanish mumkin bu sport turi bilan? Shu 7 yoshdan shug'ullanish mumkin, lekin hozirgi ota-onalar o'zi kelib bolalarni 5 yoshdan ham olib kelib shug'ullantirishyapti. Lekin o'sha qonun qoidasi bo'yicha 7 yoshdan olish. Qonun qoidasi bo'yicha 7 yoshdan. Chunki bu murakkab sport turida, u yerda o'sha insonni tanasida egiluvchalik holatlari bo'ladi. U 5 yoshdan bo'lsa biroz ana shu bolani aynan o'sha rivojlanayotgan paytda biror bir shikast yezib qolish ehtimollari bor-da. Men taklifim shu sportga, shu sambo sport turiga kelmoqchi yosh bolalar birinchi o'chiritda ota-onalarga maslahat gimnastikaga yoki bo'lmasa suzishga birinchi ozgina muddat borishni o'sha bolaligida tayyorlab olish kerak-da birinchi. Tanani chiniqtirib tayyorlab olgandan so'ng, ana undan so'ng 7 yoshdan aynan sambo sport turiga bersangiz, natijalar siz kutgandan-da a'lo bo'ladi. Xo'p, Nuriddin aka o'sha Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida o'zaro mana shu oliygohning ichida sportni qaysi yo'nalishlari bo'yicha turli musobaqalar tashkil etib turiladi? Musobaqalar voleybol ko'p. Qizlar anchagina faol bo'lsa kerak. Voleybol sport turi deganda biz doimo o'sha baland bo'yli qizlarni tushunamiz ko'proqda endi, chunki sportga qiziqishi bor qizlar ko'proq o'sha voleybol, basketbol yo'nalishi bo'yicha, stol tennis bo'yicha ketishadi. Qizlarimiz ham faolmi? Voleybol shunaqa o'ynashadi. Setkasi to'g'ri bo'ladi-ku. Shuni yirtib yuborishadi. Hatto shunaqa azart nima deb shunaqa bir o'ynab kuch g'ayrat. Kuch g'ayrat bilan o'ynashadi. Stol tennisi keyin juda ommalashgan institutimizda. Farg'onada o'tkazilgan o'sha sportning o'sha tennis, yana stol tennis turlari bo'yicha musobaqalarga oliygohdan borishdimi yoki? Yo'q, endi shunda qanaqasi bo'lyapti harakatlar. Asosiysi o'sha boya aytib o'tganimdek yakka kurash, ya'ni MMAdan musobaqalar bo'lib o'tadi yaqinda. Aynan bizni universitetimiz nomidan katta nomlarni kutib qolamiz, xudo xolasa. Albatta. Yana nima yangiliklar universitetingizda? Universitetimizda yana bir hozir yangi yo'nalishlar hozircha sir bo'lib qo'ya qolsin. Tez kunda e'lon beramiz. Bir yaxshi jarayonlarga oz qoldi. Chunki bunaqa fursatlarda faqat har bir yo'nalishga alohida e'tibor beriladi, sinchiklab tekshiriladi. Bu yo'nalishda qanday bo'lmoqda natijalar va o'sha talabalar sonini oshirish kerakmi qabul jarayonida yoki bo'lmasa biroz qisqartirib bu yo'nalishga e'tibor berish kerakmi degan bir tahlillar o'zaro o'tkaziladi va menimcha o'sha qabul jarayonlarida ham sizni bir taklif etamiz, ana shu jarayonda yangiliklar bilan o'rtoqlashasiz va yana sportchimizga qayta yuzlanamiz endi. Sog'lom turmush tarziga urg'u bersam men. Mayli. Uzr. Keyin beraman savol. Keyin, mayli, xo'p. Sportchini hayot tarzi umuman olganda bilamiz, o'zi sportchilarning kun tartibi belgilangan bo'ladi. Lekin ham sportda, ham ta'limda ketayotgan yosh sportchini
kun tartibi qanday bo'ladi? Sport bilan ta'lim olish jarayonini birdaniga olib ketish qiyin emasmi? Shu haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Mana qiyin emas ekan. Bo'lar ekan. Hammasiga uspet qilsa bo'lar ekan. Vaqt ajratsa bo'lar ekan. Hammasi tartib bo'lsa, intizom bo'lsa, o'qish ham, ta'lim ham o'z yo'lida, sport ham o'z vaqtida bo'ladi. O'sha vazn borasida ham cheklovlar bormi ustozlar tomonidan? Vazn borasida o'zim 71 kilogramm vazn toifasida kurashaman. 73, 74, 75 kg vazn bo'lib yuraman-da o'zim. Shu musobaqaga 2 hafta qolganda, 1 hafta qolganda shu vez qaytarish ortiqcha vazndan qutulish kerak bo'ladi. Bu jarayon qiyin kechsa kerak. Jarayon sal qiyin bo'ladi. Ortiqcha vazndan qanday qilib qutulasiz? Endi insonlar yillab ortiqcha vazndan qutula olmay yurishadi-da. Nimalar qilasiz buning uchun? Endi biz ovqat yemaymiz, non yeyilmaydi. Ha. Shu nima yeysiz unda ovqat yemasangiz? Trenirovka jarayoniga borishimizdan oldin ozgina suyuq ovqat yeb olamiz. Shu Sizga kimdir belgilab beradimi? Nima yeyish, nima yemaslikni? Murabbiyim, o'zimning murabbiyim Ravshan aka To'raqulov shu vez tashlash jarayonida o'zlari oldimda bo'lib, o'zlari dalda bo'lib, psixologiya taraflama ham nafaqat u tarbiyalab boradilar, balki inson ongiga ham ta'sir o'tkazish kerakda vazn tashlash jarayonida. Vazn tashlayman degan, hattoki shunday sportchilarni ko'rganman. O'sha vazn tashlash jarayonida ustiga havo o'tkazmaydigan liboslarni kiyib olib, issiqda o'sha hattoki bosh kiyimlarigacha kiyib olib yugurgan jarayonlarini ko'rganman-da. O'sha terlash oqibatida ortiqcha organizmdagi suv miqdori chiqib ketadi. Shu ham bir necha kilogrammdan insonni qutqaradi-da. Endi shunday insonlar ham bor, o'sha ko'zlagan natijaga buni qilsa ham erisha olmaydiganlar bor-da endi. Ularda jismoniy emas, ularda o'sha ongiy taraflama sabr bardosh yetmaydi, iroda kuchsizroq bo'ladi. Bu yog'i bor. Endi dieta ham bir qolibdi-da, endi mayli oshdan olib keling deydigan joylari bor-da. Bo'ladimi shunaqa joylari? Shunaqa joylari bo'ladi, lekin ayniqsa shu sinfdoshlar bilan yoki talabalar bilan oyda bir marta o'sha yig'in jarayonlarida shunaqa joylar bo'ladi, lekin irodani baquvvat qilsa, odam hammasiga erishar ekan. Hattoki sportchilarni ko'raman, o'zlari bilan o'sha yeguliklarini, nonni, qora non turi bor-ku, insonga ortiqcha vazn olishga yo'l qo'yilmaydigan. Shunday nonlarni ko'tarib yurgan holatlarni ham ko'raman. Non umuman yemaysizmi? Yo'q, ana shu vez tashlash jarayonimda non umuman yemayman. Uni o'rnini bosadigan qanday bir yeguliklar bor, yeydigan? Uni o'rnini bosadigan, misol uchun banan yeymiz. Ha. Mevalar, banan, keyin Snickers vez ko'tarmaydi. Vez ko'tarmaydi, lekin insonga anchagina energiya beradi. Energiya beradi. U yerda o'sha yong'oq, turli qorishmalar bor. Yo'q, suv ham o'zini miqdorida, chunki vaqt oz qolganda suv ichsangiz, suv ham badanga kilogramm qo'shadi. Namuncha qiyin bu. Shuning uchun siz hozirdan shu birdek turishga harakat qilavering. Ha, endi o'sha oxirgi musobaqalaringiz haqida gaplashsak, yutuqlaringiz, qayerda bo'ldingiz, qanday bo'ldi jarayonlar, shular haqida bersangiz. Oxirgi musobaqam shu O'zbekiston chempionati Toshkentda bo'lib o'tdi. 71 kilogramm vazn toifasida kurashdim. To'g'risi, qanaqa bo'ldi? Hayajon kuchli bo'ldi. Yutaman deb o'ylamagandim, to'g'risi. Chunki o'zingizga ishonch bo'lmaganmi? Yo'q, o'zimga ishonch bo'lmagan, hayajon bo'ldi-da. Hayajon. Lekin tayyorgarlik yaxshi bo'lgan, chunki undan oldingi yil yutqazib qo'yganman. Xorazmda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida yutqazib qo'yganman, xuddi shunaqa musobaqada. Keyin o'shan ta'sir qolib ketdi-da. Ashun ta'siri qolib ketdi. Keyin o'zimga ishonch sal sus bo'lgan sababli, lekin trenerim Ravshan aka To'raqulov, murabbiyim, keyin Shorim aka Ochilov, mana yonimizda kuch bo'lib dalda bo'lib turgan akalarimiz, senga ishonamiz deb butun borib universitet orqada turibdi. Borib qo'llab-quvvatlashdi, yordam berishdi. 6 ta kurashdim. 6 ta kishi bilan kurashdim. 6 kishi bilan kurashdim. Boshqa universitet talabalari ular yoki butun O'zbekiston bo'yicha sambo sport turi bo'yicha bo'ldi. Va finalim bilan finalga chiqish jarayonlari sal qiyin bo'ldi.
Ikkinchi o'ringa rozi edingiz. Ikkinchi o'ringa ham rozi edim. To'g'risi, shunaqa darajada bo'ldi. Shunaqa darajada bo'ldi, lekin Final osonlik bilan erishdim va kelgusida Osiyo va jahon chempionatlariga o'sha Filippinda va Gretsiyada bo'lib o'tadigan musobaqalarga yo'llanma oldim. qachon bo'lib o'tadi u? Hozir reja bo'yicha tayyorgarlik qilyapmiz. May oyida o'sha Filippinda Osiyo chempionati bo'ladi. Shunda tayyorgarlik jarayoni qanday bo'ladi? Har kuni shug'ullanasizmi bu sport? Har kuni ikki mahaldan trenirovka qilamiz. Ikki mahaldan Ertalab va kechki payt shug'ullanasiz. charchagan bo'lsangiz, muxlislar ham biroz dam olasiz degan narsalar yo'q-da. To'g'ri o'rningda ishlashing kerak degan bir murabbiylar tomonidan qo'llab-quvvatlov bo'ladi. Shuning uchun mana shunday bir irodani mustahkam qilish kerak. Sport sohasi ham bu oson emas. Unga nafaqat inson jismonan baquvvat bo'lishi kerak, balki iroda va ong taraflama ham yetuk bo'lishi kerak. Ajoyib bir suhbat bo'ldi. Suhbat uchun rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Samimiy suhbatni amalga oshirdik va sport sohasida yoshlarning erishayotgan yutuqlarini biz eshitib, faqat va faqat xursand bo'lamiz. Xayrlashuv chog'ida aytar so'zlar bo'lsa, marhamat, Nuriddin aka sizdan boshlasak. Taklif uchun rahmat, avvalambor. Va yurtimiz tinch bo'lsin, har doim sportchilarimiz Ko'p bo'lsin. ko'p bo'lsin. Jamoadoshlarimga omad tilayman. Yaqinlarimizga omad tilaymiz, hammasiga. Erta tongda yaxshi kayfiyat barchaga hamroh bo'lsin, ha? Shunda. Aytganingiz kelsin. Islombek Siz ham. Hammalaringga avvalambor rahmat aytib qolaman. Xudo xolasa mana kelgusida bo'lib o'tadigan jahon chempionatida, Osiyo chempionatlarida faxrli birinchi o'rinni olib, yurtimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, ishonchlaringni oqlashga harakat qilaman. Albatta, Islombek agarda u yerda ham o'sha birinchi o'rinni olib, mayli birinchi o'rin bo'lmasa ham o'sha yuqori marralarni olib kelganingizda ham shu studiyada, shu stol qarshisida siz bilan samimiy bir suhbatni amalga oshiramiz. Bunga men va'da beraman, bemalol. Chunki o'zim ham muallifman. Xo'p, endi aziz yurtdoshlar, va yanada bir jarayonni qizitish maqsadida qiziqarli lavha bor. Birgalikda tomosha qilsak-da, undan so'ng galdagi suhbatdoshimizni studiyada qarshi olamiz. Marhamat.